Bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston xalq artisti, el ardog'idagi san'atkor Sherali Jo'rayev ham ishtirok etyaptilar. Sherali aka, sizga so'z berishdan oldin bizda bir lavha bor, nazarimda yanglishmasam. Anvar aka, sizning ijodingiz haqida ham to'xtalganlar. Ijodkor odam albatta izlanishda bo'ladi. Bu izlanish yana bir tomoni o'ylaymanki, o'zbekning nimasi ko'p, to'yi ko'p. Shu to'ylarda yurganingizda o'zingiz ham qarab yursangiz. Ha, albatta, to'ylarda yursam, qayerda bo'lsam ham shu ashurali joy bo'lsa e'tibor qilib yuraman. Keyin uni chaqiraman, iltimos keling, shu ishlasangiz yaxshi bo'lib ketasiz. Sheralini ham xuddi shu ahvolda Sherali Jo'rayev bo'ldilar. Ular studentlik paytda, yoshlik paytda ularni to'yda ko'rdim. Iltimos keling, shu yozsa bo'ladi, yozib chiqarsa xalq maza qilib, miriqib eshitsa bo'ladigan narsalar bor ekan sizda. Tematikasi ham yaxshi. Abdulla Koriyev bilan narsalari bor ekan desam, bir kemiy nima qilib yurdilar. Keyin o'zim borib olib keldim. Borib olib kelib yozib nima qildik, mana hozir xalqqa manzur bu jarayon bo'lyapti. Qaysi ashula yozilgandi o'shanda? Shu birinchi muhabbatni eshitib qolgandilar. Birinchi muhabbat. Ha, eshitib shuni yozaylik. Keyin Sharof Rashidning so'zi bor edi. Bog'bon qizi degan. Bog'bon. Keyin uxlasin. Undan keyin haligi Dildorga noma yozdim, aytilgan. Keyin kerak emas degan o'sha ashulalar. Xullas o'sha bir turkum ashula yozilgan. Sherali Jo'rayevni Sherali Jo'rayev bo'lib qolishiga sabab bo'lgan zot avvalo Xudo. Shu odam va bizni qilayotgan harakatimiz. Meni ras aytkizib, qiynab ovozda charchatgandan keyin yozardilar. Sabab anaqa endi bariton bas qilganman-da, ovozim basdan qilib. Hali kuchli chiqadi, mikrofonni zirillatib yuboradi. Hali kuchli ovozni yo'qotib, hali xastalangandan keyin yozardilar, qiynardilar. Keyin bir xil joylarni o'zlari ulardilar, to'xtatardilar. To'xtatganda ham kechirasiz, hali gap. Mana shu uchinchisiz, u uchinchisimni ko'rmaydi o'zlari. Masalan, sozlab olasizmi? Sozlab olganda rahmat boshlaymizmi derdilar. Endi shunaqa oliyjanob odam. Hammaga shunaqa muomala bo'ladi. Ha, hammaga shunaqa qilardilar. Keyin biz ajramay qoldik. Faqat hali birga bo'lib qoldik doim. Endi oxirgi bizga yozgan nimasi Gulbadan bo'lgan. Mana shuni dardlik aytardingiz, nega aytmayapsiz-a? derdilar. Voy, o'shani eslang. Keyin uni aql aytib berdim keyin. O'shandan keyin Gulbadan bo'lgan. Undan keyin vafot etdilar. Lekin hali kim siz aytdingiz? Unvoni yo'q dedingiz. Bir ordeni yo'q dedingiz. Men e'lon qilmagan juda ko'p unvonlarim bor. Hech qayerda e'lon qilmaganman, birovga aytmaganman. Bir paytlar shu Yevropaga olib borishib, intellekt natsiy, lider 21 vek degan orden unvonlar berishgan. Uni bekitib qo'yganman. Shuni Anvar akaga bag'ishlayman shuni. O'sha unvonim. Keyin bizi kimligimizni shu xalqqa yoqtirishda shu odam roli. Bo'lmasa u butun dunyodagi millat uni bilmasdi-yu. Meni hamma ashulamda shu odamning ruhi turadi. Men hozirgi yozayotgan, o'zim aytayotgan ashulalardan qoniqmayapman. Sababi o'sha mazani ololmayapman. O'sha rang yo'q. O'sha joziba yo'q. Nima yaxshiliklarni bolalariga bersin endi. Amin. Rahmat. Sherali aka, endi bitta bir shingil o'sha 1970-yillari hammamizni telba qilgan o'sha birinchi muhabbatimdan bir shingil xirgoyi qilib bersangiz. Maylimi? Hop.
kecha oqshom falakdan oy bo'zarib botganda Zuhro yulduz miltirab xirahanda otganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim tepadan eslab hayolga toldim birinchi muhabbatim o'tdi yoshlik zavq bilan gohi to'polon bilan gohida yaxshi bilan gohida yomon bilan ayro ham tushdim ba'zan qalb bilan iymon bilan lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim mangu g'aflatda